Assalamu alaikum, Usbekistan und einen wunderschönen Navruz. Wir sind heute in Deutschland am Bugun biz Weihnachtsfest. Germaniyada mening dalamdamiz. Bu kuzgi bug'doy. U noyabr oyining o'rtalarida 1 kvadrat metrga 300 dona don hisobida ekilgan. Bugun biz ogitlash haqida so'zlashamiz. Men birinchi ogitlashni mineral ogitlar bilan amalga oshirdim. Gektariga 80 kilogramm sof azot sochildi. Ogit sifatida gidrosulfan ishlatdim. U bizning selitraga o'xshaydi, faqat tarkibida 13% oltin gugurt ham bor. Bu osuv mavsumining boshida edi. Bugun ikkinchi marta azot beryapmiz. Men buni organik usulda qilyapman. Bizda 15 metr ishlov berish kengligi va 5 kub metr sigimli suyuq ogit tankeri bor. Suyuq ogit yerga yaqin masofada sochiladi. Bu yerda ko'rayotganingiz O'zbekiston fermer xo'jaliklaridagi keyingi rivojlanish bosqichi bo'lishi mumkin. Biz qimmatbaho mineral azot sotib olish o'rniga mavjud organik azotdan foydalanamiz. Har bir sut fermasi suyuq ogitga ega, har bir sigirdan yiliga 20 kub metr. Bu ishlatilishi kerak bo'lgan sof daromad. Suyuq ogit ta'siri biroz sekinroq bo'lgani uchun biz ogitlashni hozir amalga oshiryapmiz, toki uning ta'siri 3-4 haftadan keyin bug'doy boyiga osa boshlaganda namoyon bo'lsin. Endi yana gektariga 100 kilogramm sof azot qo'shyapmiz. Bu gektariga 20 kub metr gongga teng. Gong tarkibida o'simliklar uchun zarur bo'lgan fosfor, kaliy, magniy va boshqa ko'plab ozuqa moddalari mavjud. Bu bizga qo'shimcha qimmatbaho asosiy ogit, ammo fosni tejash imkonini beradi. Endi batafsil ko'rib chiqaylik. Bug'doy noyabr oyida ekilgan, har kvadrat metrga 300 ta don hisobida. U hali tuplanmagan, lekin 3 tagacha bargi bor. Tez orada tuplanadi, ya'ni yon novdalar hosil qiladi. Bu yerda hali ham birinchi qo'llanishdagi donlarni ko'rishimiz mumkin, ammo u allaqachon ta'sir ko'rsatmoqda. 2 hafta oldin sepilgan. Endi gong sepilgan joyga boramiz. Ko'rinib turibdiki, azot yo'qotilishini, gaz chiqindilari kamaytirish uchun gong ozgina yerga aralashtirilgan. Tirqishlar bir-biridan 25 sim masofada joylashgan. Bu yerda yoriq ochish mashinasi qanday ishlashini ko'rishingiz mumkin. 20 Kubikmeter pro Hektar sind das jetzt. Sprich 100 Kilogramm reinen Stickstoff. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das fährt. Sakkiz kim soatgacha tezlikda haydash mumkin. Suyuq gong dalaga keltirilganda soatiga 3-5 gektargacha maydonni ishlov berish mumkin. Okay, dann bis zum nächsten Video. Hopp, Meiler. So, Bolling.